Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan futbol ixlosmandlari. Ushbu video doimgidek 3 qismga bo'linadi. Faktlar, shaxsiy fikrim va xulosa. Timur Kapadze milliy terma jamoamizni qabul qilib olgach, Srechko Katanesdan ustun ekanligini isbotlay olmasligi mumkin. Buning asosiy sabablarini yaqin daqiqalar ichida ko'rib chiqamiz. Ushbu videoni sizlarga yo'llangan salom tariqasida qabul qilasiz. Alik olish uchun esa bir dona like kifoya. Dast avval ushbu tavsiyani ko'rib chiqamiz. Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilibdi shunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Timur Kapadze O'zbekiston milliy terma jamoasini 2025-yilning yanvarida qabul qilib olgach, ikkita rasmiy o'yin o'tkazdirdi. Dastlab 20-mart kuni Bunyodkorda qo'shnilarimiz Qirg'iz Respublikasini qabul qilib, Hojiakbar Alijonovning fenomenal o'yini evaziga 1-0 hisobida g'alaba qozondik. Lekin Srechko paytida ham mehmonda qo'shnilarimizni 2-3 hisobida mag'lub etganmiz. Ikkinchi uchrashuv oradan 5 kun o'tib, Eron poytaxti Tehron Ozodiy stadionida bo'lib o'tdi. Ozodiyda Erkinov gol urdi degan jumla yodingizda bo'lsa kerak. Ha, shu kuni Abbosbek Fayzullayevning ijodkorligi, qolaversa Hojimatning tezligi va o'tkirning forscha zarbalarga ko'nikib qolganligi bizni yoki eronliklarni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Lekin biz oldin ham Katanes boshchiligida 3 bor bunday natijani qayd etganmiz Toshkentda va Eronda. Va nihoyat bo'lg'usi o'yin bizni Jahon chempionati 2026 ga olib chiqishi mumkin. Buning uchun Birlashgan Arab Amirliklarini mag'lub etishimiz kerak. Lekin bu ishni Toshkentda uddalaganmiz. Qizil kartochka, penalti va Srechko o'rniga Vlado Radmanovich esingizdadir. Qirg'iz qardoshlarimiz Qatarni mag'lub etmaganda so'nggi 2 o'yin ham biz uchun katta bosim ostida o'tishi aniq edi. Baxtimizga Qatar to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olish umididan mahrum bo'lgan va hattoki play-off uchun ham kurashdan tushib qolishi mumkin. Qatarliklarda 2 o'yin qolgan. Biri Ozodiyda, ikkinchisi Bunyodkorda. Akrom Afifdek ijrochisi bo'lgan jamoaga faqat ispan murabbiylari yarashadi. Shuning uchun qatarliklar so'nggi 2 o'yin uchun yangi murabbiy tayinlashdi. Luis Garcia o'rniga Julian Lopetegui keldi. Ma'lumot uchun, Lopetegui faoliyati davomida Ispaniya milliy terma jamoasini, Real Madridni, Sevillani, Wolverhamptonni, Qatarga kelishdan oldin esa West Ham United jamoalarini boshqargan. Xullas, Srechko Katanes 2 bor Qatarni yuta olmadi. Osiyo kubogida penaltilar seriyasida alamli mag'lubiyat. Ijrochilar esingizda. Ikkinchisi aynan shu saralash bosqichida, undanda alamliroq bo'ldi. So'nggi daqiqalarda gol o'tkazib mag'lubiyatga uchradik. Abbosning dubli, hakamning soati dunyo vaqtidan uzilib qolgan kecha esingizda. Birinchidan, Birlashgan Arab Amirliklari bilan jazirama va o'zida salqin ushlab turmaydigan nisbatan kichik stadionda o'tadigan o'yin natijasi hali ma'lum emas. Ikkinchidan, Timur Kapadze nimanidir isbotlash uchun Qatarni yengishi lozim. Lekin Akrom Afif va Almaz Ali yetakchiligidagi jamoa bunga ko'nmasligi aniq. Voqealar rivojini aynan bizni kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Savol tug'ildimi? Unda kommentariyaga marhamat.